O'ylab ko'ring. Qancha pulingiz bo'lmasin, qalbingizdagi g'am baribir ketmaydi. Niyatingiz nima? Mashina olish, uy olish yoki oxirgi chiqqan telefonni olishmi? Qalbingizdagi g'am baribir ketmaydi. Chunki qalb boshqa narsani xohlaydi. Qalb Allohga yaqinlashishni xohlaydi. Bu yo'l Qur'on o'qishdan boshlanadi. Qur'on qalblarni poklaydi, g'amni ketkazadi. Alloh aytadi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Albatta qalblar Allohni zikr qilish bilan orom topadi. Ey do'stim, Ramazonga ham oz muddat qoldi. Keling birgalikda Qur'on o'qishni boshlaymiz. 2 oy ichida biz tuzgan tizim bilan o'zimizni kitobdan Qur'on o'qishni boshlashingiz mumkin. Dunyoni istalgan joyidan o'qisangiz bo'ladi. Buning uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. O'ylab ko'ring. Qancha pulingiz bo'lmasin, qalbingizdagi g'am baribir ketmaydi. Niyatingiz nima? Mashina olish, uy olish yoki oxirgi chiqqan telefonni olishmi? Qalbingizdagi g'am baribir ketmaydi. Chunki qalb boshqa narsani xohlaydi. Qalb Allohga yaqinlashishni xohlaydi. Bu yo'l Qur'on o'qishdan boshlanadi. Qur'on qalblarni poklaydi, g'amni ketkazadi. Alloh aytadi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Albatta qalblar Allohni zikr qilish bilan orom topadi. Ey do'stim, Ramazonga ham oz muddat qoldi. Keling birgalikda Qur'on o'qishni boshlaymiz. 2 oy ichida biz tuzgan tizim bilan o'zimizni kitobdan Qur'on o'qishni boshlashingiz mumkin. Dunyoni istalgan joyidan o'qisangiz